Qo'llari ko'pda, shunga shu joyda faqatgina arobayt qilib yuramanda o'ylamasdan koreys tilini o'rganishga harakat qilinglar. Men O'zbekistonda yashaganimda nima deydi? Bir ikkita qonunlarni bu joyda yashaganman. Bu registratsiya qilishiga, vaqti o'tib shunaqa qilgani uchun shu uchastkada mana o'shalar menga rosa baqirdilar. Keyin shu xabar bermasdan ham koreys tilidan dars berib, shu noqonuniy ish ham qilganman. Lekin Koreya kelib nima deydi, ujubalari qarasam, ular nima deydi, mashinalarini pravasiz ko'p haydab yurar ekan. Shuni qara hayron bo'ldim. O'zbekistonda men tanishlariga so'rasam, hech kim O'zbekistonda pravasiz mashina haydamaydi-da. Lekin Koreyaga kelib, negadir ular pravasiz mashina haydayapti. Bunga sabab nima? Ular nimaga shunaqa qilyapti deb o'ylasam, menimcha Koreyada qayrlari yo'q-da shu ko'chada. Shunga qilganmasmi deb ham o'yladim. Lekin siz nima deydi, qayrlari yo'q bo'lsa ham bizda kameralar turibdi. Shunga sizlari jarimalari kelyapti. Shunga sizlari ehtiyot bo'lib, mashina haydanglar. Men nomerim. Agar kimdir kerak paytda menga xabar berib, so'rasangiz ham bo'ladi. Lekin 9 dan 6gacha ishlayman. 6dan keyin menga xabar bersangiz, men shuni o'chiraman.